O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan mutlaqo yangicha format. 2 karra pul. Bu o'yin emas. Bu chidamlilik sinovi. Подходи, народ, свой огород! Terminal va qantlov olamiz. 11 juft yosh tadbirkorlar loyiha bosh sovrini uchun kurashadi. O'zi pul uchun keldik. Nimagadir risk emas, nimadir bo'lmaydi. 1 million beraman, menga 2 million qilib qaytarasizlar. Voy dod sharolinglar, Har hafta kuchliroq bosim. Bu yerda biznesga o'rgatishmaydi. Bu yerda biznes ichida omon qolishadi. G'olib jamoa loyiha davomida ishlab topgan barcha mablag'ini, shuningdek bosh sovrin 100 million so'mni ham qo'lga kiritadi. Oxirida pul borligi uchun tirishib boramiz-da oxiriga. 2 karra pul. Kapital sinovi, vaqt sinovi.